Bugun bitta malyar kelib, mashina remontini hech bo'la, aka $1000 bo'ladi. Qil. 3 kunda qilib ketdi. Jirillayapti-da. Nima 3 kunda $1000 olasan, mardikor 300 ming oladi. U mardikor 300 ming oladi. Usta 300 ming olmaydi. U o'sha uyimizni 3 kunda zo'r qilib 3D qilib deydimi, 5D qilib deydimi, nima bo'lsa ham zo'r qilib remont qilish uchun bilasan 10 yil kirasiga haydagan u bechora. O'pkalar tamom bo'lgan. Buguniga qaramaysiz, 60ga qaraymiz. Ustalardan shunday shikoyat kelyapti, dogovor qilamiz deydi. Endi hamma shogirdlar tashab tezroq qilib yana boshqa ishga o'taylik deb turib, masalan bir haftalik ishni kechroqgacha ishlab turib 3 kunda qilib qo'yamiz, jirillayapti odamlar deydi. Shuning uchun bizni erkak deb qo'ygan. Avvalo xo'p demang. Xo'p demaylik. Xo'p dedingmi endi javob qo'yaylik. Xo'p dedingmi, xollasi 1 soatda qilsin. Xollasi 10 minutda qilsin.